ko'pi o'g'ilga hisoblab berasizmi? O'g'ilga hisoblash bu noto'g'ri, 100% noto'g'ri. Homiladorlikda jinsiy aloqa mumkinmi? Albatta mumkin. Gematoma qanchalik xavfli? Gematomani xavflilik darajasi gematomani joylashgan o'rniga, gematomani turiga, ob'yomiga bog'liq, qanchalik kattalikka bog'liq bo'ladi. Endi bu qanchalik xavfliligi faqat vrach tomonidan aytiladi. Homilador ayol chiroyli bo'lsa o'g'il, xunuklashsa qiz bo'ladi deyshadi. Bu qanchalik to'g'ri? Umuman noto'g'ri. Hamma homilador ayollarimiz bir-biridan chiroyli. Bu narsaga bog'liq emas. Tug'ruqdan keyin chilla saqlash qanchalik to'g'ri? Albatta chilla saqlash kerak, chunki yo'ldosh ko'chgan joyda bola tug'ilgandan keyin katta yara paydo bo'lib qoladi. U bachadon o'zini holatiga qaytishi kerak bo'ladi, u yara joylar bitishi kerak bo'ladi. O'sha uchun tashqi muhit bilan aloqa bo'lib qoladigan bo'lsa, demak infeksiyani ichkariga to'g'ridan to'g'ri o'tib ketishiga olib keladi. Bu ayolning hayoti uchun xavfli hisoblanadi.